Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomiz shu bodring to'g'risida bo'ladi. Bu bodringimizda Oltiariqdan Sakata firmani nomi ismi kim yo'qotdi, lekin gollandskiga o'xshagan katta bo'ladigan bodringini olib kelib ekdik. Tagiga, mana shular tagiga begomuz solingandi. Bir ikki kosa, bir kosadan solingandi. Bu video qilishdan maqsad, agar nav gibrid yaxshi ko'chat bo'lsa, gibrid uncha jeti bo'lib ketaver ekan. Mana qaranglar, baklarini ranglari, mana buni qaranglar, вообще dahshatda. Kerak bo'lsa issiqxonada shunaqa bo'lmaydi-da. Shu urug'dan biz aldanib qolamiz. Mana mevasi. Haligi buni ko'rganlar biladi. Hozir nomi esim kelmayapti. Arzon sortdan. Lekin shu pachka urug'ligi uchun, yaxshiligi uchun bodring turishini qaranglar. Oltiariqlik akalarimiz joni sog' bo'lsin. O'sha Oltiariqdan yerto'ladan o'tgandan keyin shu ko'chat bozor bor ekan, shu yerdan olib keldik. Bodring ko'rinishi juda ham zo'r holatda, keyin begomuz solingan. Mochekka juda yurib ketgan yo'q, lekin asta-sekin xudo xolasa yurib ketyapti, lekin mana shu bo'lgan joylari va shu dahshat bo'ldi. Juda ham chiroyli holatda. Keyingisi esa mana baqlajonimiz ham o'shanday kelgan. Bu bir 25-martlarda olib kelganmiz, 26-27-martlarda ekilgan. Baqlajonlarimiz ham вообще dahshat yaxshi o'zgardi. Mana shu tuygan. Bu esa bolgarskimiz. Bolgarskimiz ham вообще zo'r holatda. Mana eng oldisi mana shunday tuyib bo'ldi. O'shanday ekilgan. Besalafan yomg'ir, quyoshlarni ko'rib mana shu holatda gullab tuyibdi. Qalampirlarimiz esa juda ham go'zal holatga kelib bo'lgan. Qalampirlarimizni qarang. Tuyib bo'ldi. Mana qarang, 26-27-martlarda ekilgan ochiq maydonga mana kartochkalar, agar uyimiz ichidagi agrotimizda mana shunday bo'lgan. Agar nav yaxshi tanlansa, demak chiroyli bo'lar ekan. Bular tagiga begomuz solingan. Mana qalampirlarimiz. Mana shu sidirilmaganligi uchun kuchini baklarga bergani uchun mevasi yo'q, lekin ular tayistirib qo'yilgan, mevalari katta. Mana shu yerda eng katta qalampirimiz bor. Mana bolgarskilar, baqlajonlarimiz, mana eng katta qalampirimiz. Mana qarang. Hech qancha bo'lgan yo'q. Bir 40 kunlarda meva kirib ketyapti. Ochiq maydonda shunchalik bo'lsa. Do'stlar, ko'chat olishda, nav tanlashda juda ham ehtiyot bo'lish kerak ekan. Buni mana shu ochiq yerda ham ko'rsak bo'ladi. Mana ochiq maydon. Ozgina o'zimizga yegani ekib qo'yilgan, lekin mana barglari juda ham go'zal holatda. Bunga rotor quyilgan tomir rivojlantirishlik uchun. Juda ham chiroyli holatda. Xudo xolasa bugun yo ertaga issiqxonamizda pomidorlarimiz holatini tanishtirib o'taman. Iloji boricha issiqxonaga kamroq kiryapman, chunki kamroq kirsam qizarganini ko'ray deb issiqxonaga kirganim yo'q. Suv hammasini berib qo'yganman, oziqalarini. Kaliy sulfat berdim oxirgi marta, shuning uchun kirganim yo'q. Xudo xolasa kirishimiz bilan bitta tiniq chiroyli video qilamiz. Do'stlar, mana shu qisqa videom shundan iborat edi. Nav tanlashda adashmanglar. Mana qalampirlarimiz tagiga begomuz foydasi ham zo'r bo'libdi. Mana shular hammasiga solingan. Bolgarskilar ham. Lekin navni yaxshi tanlamasangiz, 1000 begomuz olsangiz ham yaxshi bo'lmas ekan. Endi mana shuni ham sidirib tashlaymiz. Bular probaga ekilganda, keyingi yilga qalampir ekaman deb maqsad qilib qo'yganman. Shu sababli probaga ekkandik. Hozirgi holati juda ham zo'r. Agar buni salafam bilan o'raganimizda bundan ham tez chiqar ekan. Do'stlar, shunaqa hozircha kartochkalarimiz ham zo'r. Biz kanalimizga kuzatib boringlar. Xudo xolasa ertaga yo bugun xudo xolasa video qo'yamiz. Pomidorlarimiz.